PUBG Mobile to'g'ri bir yangilanish kelishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Hozir esa men to'g'ri bir versiya asosiy yangiliklarini ko'rsatib o'taman. Birinchisi asosiy qishki eventimiz juda ham chiroyli va juda ham katta. Ikkinchisi event transportlari. Maxsus muzli skeyt orqali turgan joyimizdan havoga uchib, muzli zinapoya hosil qila olamiz. Keyingi transportimiz esa pingvin ko'rinishda 4 kishini sig'dira oladi va yurgan joyimizda qorli o'q uza olamiz. Uchinchi yangiligimiz esa event yangi lootlari. Muzli karyak snayperini yangi rejimda topa olamiz va u orqali dushmanga o'q uzib, undan yaxshigina jon olamiz va dushman turgan joyda muz hosil qilib, uni yurishini sekinlashtirib qo'ysak bo'ladi. Keyingi esa baliqli shprits o'zimizni va sheriklarimizni jonini full qilish uchun ishlatsak bo'ladi, yoki-da yiqilgan sherikka otib, unga o'z-o'zini turg'azish qobiliyatini bera olamiz. To'rtinchi yangiligimiz loot yuk mashinasi. Bu yuk mashina xaritadagi maxsus garajlardan chiqadi, xarita bo'ylab avtomatik aylanib yuradi. Bu yuk mashinasiga o'q uzish orqali siz undan loot yashiklarini chiqara olasiz va o'zingizga qo'shimcha loot olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, to'g'ri bir versiya asosiy yangiliklari shundan iborat. 6-noyabr kuni yangilanish keladi. Bemalol PUBG Mobile yangilab olib, mana shu yangiliklarni o'z ko'zingiz bilan ko'ra olasiz.